Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Pickapilot sayti orqali videoda ko'rsatilgandek amallarni bajarishni o'rganamiz. Do'stlar, Pickapilot sayti bu sun'iy intellektga asoslangan vizual yaratuvchi platforma. Biz darsimizni har doimgidek birinchi qismini nazariy, ya'ni Pickapilot sayti orqali qanday amallar bajarishimiz mumkin, biznesimizga qanday foydalari tegishi mumkin, bularni batafsil o'rganib chiqamiz va ikkinchi amaliy qismida videoda ko'rsatilgandek kiyimimizni yoki oyoq kiyimni shu modellarda kiyintirib sinab ko'ramiz. Pickapilot saytida ko'rib turganimizdek 8 ta yo'nalish bo'yicha biz o'zimizga foyda olishimiz mumkin. Kelinglar do'stlar, endi bularni batafsil birin-ketin tanishib chiqsak. Xo'p, birinchi yo'nalish AI shablonlar. Nima uchun foydali? Xo'p, mahsulotlaringiz uchun professional reklama tasvirlarini tayyorlash, tez va oson tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, bizda mahsulotimizni PNG yoki oddiy rasmi bor. Biz ushbu rasmimiz orqali target uchun yoki Telegram postlar uchun yoki biz agar marketplace da ishlasak, marketplace da kartochkamizni rasmini to'ldirish uchun rasmlar tayyorlasak bo'ladi. Xo'p, navbatdagi afzalligi bu AI background. Nima uchun foydali? Mahsulotlar rasmlarning fonlarini avtomatik ravishda o'zgartirib, ularni yanada jozibali qilib beradi. Xo'p, biz mana bu background olib tashlash foni orqali foydalansak, tasavvur qiling, bizda qandaydir rasmimiz bor, lekin uni backgroundini o'chirishimiz kerak. Ushbu amal orqali backgroundini o'chiramiz va AI fonlar bo'limiga o'tib, biz PNG rasmimizga xuddi mana shunaqa jozibali, chiroyli backgroundlar hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagisi rasmlarda xitoy tilidagi yoki ingliz tilidagi rasmlar bo'ladi. Ularni mana shu amal orqali tarjima qilsangiz bo'ladi. Misol uchun rasmimizda xitoy tillari bo'lsa, uni rus tilida yoki ingliz tilida yoki o'zimizning o'zbek tilida tarjima qilib olishingiz mumkin. Va xuddi shunaqa videoni ham tarjima qildirsangiz bo'ladi. Misol uchun videomiz xitoy tilida yoki ingliz tilida bo'lsa, uni boshqa tillarga tarjima qilib beradi. Navbatdagi bugun sizlar bilan foydalanib ko'radigan amalimiz bu AI modellar. Kiyim-kechak mahsulotlaringizni virtual 400 dan ortiq modellar yordamida namoyish etish orqali fotosessiya xarajatlarini kamaytiradi. Xo'p do'stlar, bilamiz, agar bizda qandaydir kiyim bo'lsa, uni studiyaga olib borib, model uchun soatiga pul to'lab, xarajatlarni oldini olish uchun ushbu amaldan foydalansak bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanday amallar mavjud? Mahsulotimiz, mana shu kiyimimiz rasmini modellarda paydo qilishimiz mumkin yoki oyoq kiyim bo'lishi mumkin, yoki modellarni o'zgartirishimiz mumkin agar bizga ma'qul kelmasa, yoki yana bir ajoyib afzalligi, biz o'zimizni modelimizni yaratishimiz mumkin. Bu lekin faqat Pro versiyasida amalga oshiriladi. Mana do'stlar, bu yerda ko'rib o'tirmiz. Xuddi o'sha kiyimlar boshqa modelda, lekin uni modelini o'zgartirishimiz mumkin. O'sha kiyimimiz o'zgarmaydi. Bu yerda ham misollar ko'rsatilgan. Va bugun biz sizlar bilan sinab ko'ramiz shu oddiy kiyimimizni modellar ustida qanday ko'rsatishni. Xo'p, navbatdagi afzalligi bu AI soyalar, ya'ni AI shadows. Mahsulot rasmlariga realistik soyalar qo'shish orqali ularning chuqurligini, hajmini, ya'ni sifatini oshirish uchun kerak bo'ladi ushbu instrument. Xo'p, nima uchun foydali? Mahsulotlaringizga ma'lum bir uslubni qo'llash yoki boshqa rasmlarning uslubini takrorlash orqali brendingizni yagona ko'rinishini yaratadi. Ya'ni siz bir xil backgrounddagi rasmlarni har xil mahsulotlarda sinab ko'rishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, ana endi amaliyot qismiga o'tamiz. Ana endi Google orqali Pickapilot deb qidiruv beramiz. Mana shu birinchi ko'rib turganimiz rasmiy sayti bo'ladi. Ushbu saytga kiramiz va ro'yxatdan o'tish login tugmasini bosamiz. Login with Google va Gmailimizni tanlaymiz. Ana endi bizga akkaunt yaratildi. O'zimizni akkauntga o'tish uchun o'ng tomon yuqoridagi ushbu tugmani bosamiz. Yuqorida sizlar bilan tanishib o'tgan nazariy qismdagi barcha instrumentlar shu yerda mavjud. Xo'p, ana endi sizlar bilan ushbu ikkita instrumentni sinab ko'ramiz. Birinchi ushbu instrumentdan boshlaymiz. Kiyimimizni model ustiga qanday ko'rsatish kerakligini. Bu yerda 3 xil turdagi kiyimlarni tanlashimiz mumkin. Ustki kiyimlar yoki pastki kiyimlar yoki to'liq outfit yoki eng oxirgisi bu bir qismdan iborat bo'lgan kiyimlar. Sizlar bilan ustki kiyimni sinaymiz. Xo'p, bu yerda qoidalarni ko'rsatyapti. Mahsulotimiz qanday bo'lishi kerakligini. Oq background bilan qo'shilib ketmasligi kerak. Bitta rasmda
4 ta 5 ta kiyim bo'lmasligi kerak va kiyimimiz sifatsiz holatda bo'lmasligi kerak. Kiyimimizni tanlash uchun ushbu upload tops tugmasini bosamiz va o'zimiz rasmga olgan kiyimimizni tanlaymiz. Xo'p, ana endi davom etish tugmasini bosamiz. Xo'p, ana endi bu yerdan bir nechta sozlamalarni sozlaymiz. Xo'p, birinchisi model tanlashimiz mumkin. Bu yerdan erkaklar, ayollar yoki bolalar. Biz sizlar bilan hozir erkak modellarni sinab ko'ramiz. Qanday kiyimda bo'lish kerakligini tanlashimiz mumkin. Misol uchun qalin kiyimlarda yoki yengil kiyimlarda va bu yerdan holatini tanlashimiz mumkin. Ushbu modelda sinab ko'ramiz mahsulotimizni. Va pastroqga tushsak, bizda yanada boshqa variantlar mavjud. Deylik, ushbu modelda sinashimiz mumkin. Mana 4 ta model tanladim. Ana endi davom etish uchun Create Now tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, bu yerda coins degan tushuncha bor. Biz hozir Pickapilotning bepul versiyasini ishlatyapmiz. Bizda 25 ta coin beradi. Har bir rasm yaratishimiz uchun biz 1 coindan yo'qotamiz. Va agar ushbu 25 ta coin tugasa, biz pullik versiyaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Davom etish uchun Create Now tugmasini bosamiz. Taxminan 1 daqiqa kutishimiz kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, natija tayyor. Siz ham albatta o'z mahsulotingiz uchun sinab ko'ring. Bu yerda faqat erkaklar emas, ayol modellar yoki bolalar modellari ham mavjud. Agarda qandaydir muammo tug'ilsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, ana endi sizlar bilan modelimizga oyoq kiyim kiydirib ko'ramiz. Buning uchun ushbu tugmani ustiga bosamiz va o'zimiz rasmga olgan oyoq kiyimni tanlaymiz. Mana shu rasm. Ana endi ushbu tugmani bosamiz. Xo'p, endi bu yerda Pickapilotning o'zi taklif qiladigan modellari bor yoki o'zingiz ham model yaratishingiz mumkin, lekin bu Pro versiyada amalga oshiriladi. Kiyimda ham xuddi shunaqa o'zingiz modelingizni ham yaratishingiz mumkin, lekin bu uchun Pickapilotning pulli versiyasiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar biz sizlar bilan bitta ikkita modelni tanlaymiz. Misol uchun mana shu modelni tanladik va Create Now tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, natija tayyor. Agarda xohlasak, biz boshqa modelni ham tanlab, amalni takrorlashimiz mumkin. Misol uchun deylik, ushbu modelda ko'rinishni xohlasak, tanlaymiz va Create Now tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, sizlarga bir yana ajoyib yangiligimiz bor. Bizlar Futurum jamoasi sun'iy intellekt yordamida biznesni rivojlantirish kursi tashkil qildik. Ushbu kursimiz 1-maydan start oladi va ushbu kursimiz haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Jami 5 ta yo'nalishdan iborat. Birinchi yo'nalishimiz chatbotlar bilan maksimal darajada foydalanish va samarali ishlash. Ushbu bo'limda biz ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok va Cider chatbotlari orqali mukammal ishlashni o'rganamiz. Ikkinchi yo'nalishimiz copywriting va prompt yozish san'ati. Ya'ni biz chatbotda yoki rasmlar yoki animatsiyalar hosil qilishda o'zimiz xohlaydigan natijani olish uchun qanday to'g'ri promptlar yozish kerakligini o'rganamiz. Uchinchi yo'nalishimiz sun'iy intellekt orqali dizayn va kreativniy rasmlar yaratish. To'rtinchi yo'nalishimiz sun'iy intellekt orqali animatsion va kreativ videolar yaratish. Va oxirgi 5-yo'nalishimiz sun'iy intellekt orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, tahlillash, chatbotlar yaratish, biznesimiz uchun kerak bo'ladigan AI instrumentlarni o'rganamiz. Ushbu kursimizda jami 34 ta sun'iy intellekt mavjud. Kursimizni yozib olingungacha 50 tadan ortiq sun'iy intellekt qo'shishni reja qilganmiz va bizning har bir darsimiz 40% nazariy, 60% amaliy tarzda o'tiladi. Ya'ni biz darsni boshlashdan oldin bilishimiz kerak, biz o'rganadigan sun'iy intellekt biznesimiz uchun qanday foydasi bor. Ularni o'rganamiz va amaliyotda har xil bizneslar uchun sinab ko'ramiz. Kursimiz haqida yanada batafsilroq ma'lumot olish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Menejerlar siz bilan bog'lanib, yanada batafsilroq ma'lumot berishadi. Xayr do'stlar, salomat bo'ling, ko'rishguncha.